Ekonom narxi komfortdan qimmat. Ekonom 319 rubl, komfort 313 rubl, komfort plus 336. Farqi yo'q, kopeyka. Ekonom bilan komfort plusni farqi yo'q. Vmeste tarif poputchik 164 rubl. Men o'sha uchun ekonom tarifni yoqmayman. Hozir yoqsam poputchik beradi. Ko'pincha poputchik beradi. Bitta ekonomni puliga ikkita odamni olib borib qo'yish kerak. Ikkita adres emas, 4 ta adreslik bo'ladi u. Ikkita adres дополнительно kirib, olib borib, uni olib, zavershit qilgancha zakazni, undan ko'ra ikkita ekonom zakaz qilsa 640 rubl bo'ladi u. Buni poputchik tarifni olgandan ko'ra. O'sha uchun men yoqmayman, ekonomni yoqmayman. Yoqsam bilaman, zakazlar normalniy. Hozir spros ko'p bo'lgan vaqti komfort plus bilan narxi bir xil. Lekin poputchik beradi, aktivnisini tushirib yuboradi-da. Hozir spros tugagan joydan zakaz berdi. Yana o'sha. Ana spros hozir men zo'r joyga o'tiribman. Lekin mana spros kam bo'lgan joydan zakaz beryapti. Spros kam bo'lgan joydan. Aktivnis ketsin, buni zakazni olib, passivnoyni o'rgatmaslik kerak. Yandex beraveradi. Olaversalar. Державинаdan beradi. Komfort. Tak. Buni olmaymiz. Bu ham bo'lmaydi. Komfort plus bo'lsa, o'sam normalni bo'ladi. Yo'li sal uzoqroq ekan. Komfort bu ekonom bilan narxi bir xil, ekonomdan arzonroq. Данное время ekonomdan arzon komfort. Ana bu zakazini olsa bo'lar. Yaxshi. 230 bilan. 4 kilometrdan berdi, 110 bilan, 130 bilan berdi, olmadim. Normalni zakaz beradi. Ham yaqin, yo'li normalniy. Center spros ko'p bo'lgan joyga boraman. Sprosdan chiqib ketmaydi. Конечно, adresga ham qarash kerak. Qayerga olib borib qo'yadi? Spros bormi, yo'qmi? Men o'zi boraman. Mana bu yerga boraman. Klient olib borib qo'yaman, spros bor tomonga qaytaman ozgina. Yana spros ko'p bo'lgan joydan zakaz olishga harakat qilaman. Misol uchun, normalniy zakaz olib bilsalaringiz, 30 ta zakaz bilan kimdir shu kungi normasini ishlasa, zakazni qaysini olib